Diqqat! O'zgidromet agentligi hafta boshidan kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Harorat hafta boshidan yana O'zbekistonda o'zgaradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sahnada sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni birinchilar qatorida doimo kuzatib borish uchun like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet 10 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduz kunlari 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi.